Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, e'tiboringizga mayizning shifobaxsh xususiyatlarini taqdim etamiz. 100 gramm mayizda 860 milligram kaliy bor. Shuningdek, organizm uchun g'oyat foydali bo'lgan fosfor, natriy, kalsiy, magniy hamda temir moddasi V1, V2, V5 va R vitaminlari ham mo'l-ko'l. Immunitetingizga yordam kerak bo'lsa, mayizdan yaxshisini topa olmaysiz. Mayizdagi antioksidantlar yordamida organizmdagi hujayralar erkin radikallar ta'siridan himoyalanadi. Jizzaki, asabiy va kayfiyatingiz o'zgaruvchanmi? Bir siqim mayiz tanovvul qiling. Vitamin va mikroelementlar, shuningdek magniy hisobiga asabingiz joyiga kelib tinchlanasiz. Qolaversa, yurakka quvvat bo'ladi. Osteoxondroz yoki osteoporoz bezovta qildimi? Muolaja davomida taomnomangizga mayizni kiriting. Har kuni bir siqim mayiz iste'mol qilsangiz, qabul qilayotgan preparatingizdagi kalsiy organizmga yaxshi singadi. Kamqonlik aniqlangan bo'lsa, mayizni yeyish bilan barobar uning suvini ichish ham tavsiya etiladi. Buning uchun 10 dona mayizni piyolaga solib, ustidan yarim stakan qaynatib ilitilgan suv quying. Piyola ustini yopib ertalabgacha qoldiring. Ochiq o'ringa mayiz suvini ichib tursangiz, gemoglobin miqdori normallashadi. Xastalikdan keyin quvvatni tiklash uchun mayiz, yong'oq va asal aralashmasi tavsiya etiladi. Teng miqdorda yong'oq va asalni go'sht qiymalagichdan o'tkazib, tabga ko'ra asal bilan aralashtirib olasiz. Nonushta vaqti 1-2 choy qoshiqdan iste'mol qilib tursangiz kifoya. Buyrak kasalliklarida kunora mayiz iste'mol qilish maqsadga muvofiqdir. Mayiz tarkibidagi foydali elementlar peshob ajralishini faollashtiradi. Muntazam mayiz iste'mol qilish og'iz bo'shlig'i kasalliklarida ham asqotishi mumkin. Mayiz suvi esa milk shamollashi, stomatit yaralari hamda yo'talga foydali. Mayizli muolaja semizlik, yurak yetishmovchiligi, oshqozon va 12 barmoqli ichak yarasi hamda qandli diabetda tavsiya etilmaydi. Hozircha shular. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron.uz kanali faqat siz uchun.